Assalomu alaykum. Mehribon obunachilari, aziz yurtdoshlar. Mana tandir o'choq ishqibozmandlari, xudo xolasa mana ikkita o'choq, burchakka tandirimiz azizlar, tepalarida zontiklari va zakatobki stollarimiz va mo'ykalarimiz. Bu qilgan ishlarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Kigizchili mahallasi Iqbol hoji akamizning xonadonlariga xudo xolasa yozgi ko'hna o'tin elashtirib turavering. Xudo xolasa mana azizlar, mana shu tomondan boshlasak, mana bitta mo'ykamiz va zakatobki stolimiz, 24 talik tandirimiz azizlar. Ustida 1 metrga 1.30 santimetrlik zontiklarimiz mana. Xudo xolasa azizlar. Yon taraflarda 60 litrli qozonimiz va 22 litrli qozonlarimiz. Qozonlarimiz yoqib berganmiz. Shu tomondan ko'rsatib o'taylik. Mana azizlar, eshik qo'ymadik bu safargi o'choqlarimizga. Eshik qo'ymaganda qay holatda tutun totyapti, mana bitta ko'rib o'tamiz. O'tadil, o'ta chiroyli. Xo'p, bu qozonimizni ham bitta ko'rib beraylik. Mana katta qozonimiz. Nihoyatda go'zal. Eshik qo'ymasa ham tutun tortib ketaveradi. Azizlar, bu eshik qo'ymaganda ham tutun totaveradi, faqat ma'lum miqdorda alangani isi chiqishi mumkin oldi tarafidan. Lekin alang tutun bir ruxsat chiqmaydi. Xudo xolasa mana azizlar. Xo'p, bu joyimizga 650 ta pishig'ish ketdi. Ko'rib turganlaringdek, tandirimiz 1.38 metrga tushdi, 1.38 santimetrga tushdi. O'chog'imiz 2 metrga tushdi. Xo'p, 240 santimetrlik zakatovshni stolimiz. Eni 60 santimetr, 64 santimetrga. Xudo xolasa mana so'raganlarga ma'lumot bu tomondan ham ko'rsataylik. So'ndan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana burchakka tandirimiz. Inshaalloh zontiklari bilan. Azizlar, ofisiyada nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xolasalar ablisovkada ham qilib beraveramiz. Xolasalar pishig'ishda, xolasalar shlakoblokda har xil yo'nalishda ishlarimiz bor. Xonadonimizda tandirlar ham yasaymiz. Bizdan tandir olib ishlatgan odamlar biladi. Kenjaboy tog'a tandirlari esa ko'pchilik biladi. Bilmaganlar yangilik. Tandirlarimiz garantiyali, xudo xolasa 10 yil, 15 yil maza qilib ishlatasiz. Mana nonni yopib, uzganingizda orqasida cho'ka kremni ta'mi keladi azizlar. Mana tandirlarimiz ichi. Endi ko'pchilik tandirga garantiya berasizmi deb so'raydi. Garantiya beramiz, kessa bermasligiga, yiliga xudo xolasa garantiya berilaveradi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Dastlabki xizmatlari ham bor. Xo'p, o'chog'imizga kelsak, o'choqlarimizni bitta 60 litrli, bitta 22 litrli qozonimizga 150 lik azbest turba qo'ydik. Ko'pchilik kommentariyalarda yozishyapti, negativlar ham bo'lyapti. Shu azbest tagiga g'ish urish kerak degan savollar bo'lyapti. U savolga javob berib o'tib ketamiz. Aslida urish kerak. Endi buni urmagan holatda qozondan uzoqroqda va betonni ustiga qo'ysa bo'laveradi azbest turbani. Agar misol o'choq qilib yurgan inson bo'lsa, 5-6 yillik staji bo'lsa, o'sha holatda qo'ysa bo'ladi. Bo'lmasa, tagiga g'ish urish kerak. Suvlarimiz ham qaynadi. Xudo xolasa, qizib suvimiz. Har tomondan ko'rsatib o'tyapmiz. Bizi muxlislarimiz, obunachilarimiz ishlarimizni bir qator ko'rib, ayamay laykni bosib berishaveradi. Bu qilgan ishlarimiz o'sha aytganimizdek bitta yaqin qadrdon akamizni, hoji akamizni xonadonlariga qildik. U akamiz o'g'illari bizni o'zi sherigimiz bo'ladi, shogird bola bo'ladi. O'sha bola ham xudo xolasa bizga ixlos qildi, aka billa qilamiz deb mana qildik xonadonlariga, xudo xolasa. U akamiz ham chiroyli qilib duolar qilib berdi endi. Xo'p, azizlar,
Bizim manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Kigitsili mahallasi. Xonadonimizda tandir ham yasaymiz. Zakaz beraverasizlar. Kenjaboy tog'a tandirlari desa ko'pchilik biladi. Nomerlar qoldirib o'tamiz. YouTube kanalimiz, Instagram kanalimiz, Telegram kanallarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, ayamay bitta chiroyli qilib like bosib qo'yaverasizlar, azizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.